2026 yilgi Baych 55 bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va qulaylikni birlashtirgan yangi avlod krossoveridir. Xitoyning Byte kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model o'zining sifatli yig'ilishi, samarali dvigateli va nafis tashqi ko'rinishi bilan avtomobil ixlosmandlarini o'ziga jalb qilmoqda. Yangi Baych 55 tashqi ko'rinishida zamonaviy LED faralar, aerodinamik kuzov chiziqlari va yirik radiator panjarasi bilan ajralib turadi. Crossoverning dinamik ko'rinishi unga sportivlik bag'ishlaydi. Shu bilan birga oilaviy foydalanish uchun ham juda qulay. Salon ichki qismi keng va qulay tarzda yaratilgan. 2026 yilgi modelda yuqori sifatli charm o'rindiqlar, raqamli asboblar paneli, katta sensorli ekranli multimedia tizimi va ovozli boshqaruv funksiyalari mavjud. Smartfon bilan ulanadigan Apple CarPlay va Android Auto tizimlari haydovchiga qulay boshqaruv imkonini beradi. Dvigatel qismida esa Baych 55 1.5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u iqtisodiy yoqilg'i sarfi va yaxshi tezlanishni ta'minlaydi. Avtomatik transmissiya yumshoq almashadi, shuningdek, turli yo'l sharoitlariga mos keladigan haydash rejimlari mavjud. Xavfsizlik bo'yicha ham model ilg'or tizimlar bilan ta'minlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, parkovka sensori va 360 kamera haydovchiga ishonch bilan boshqarish imkonini beradi. Umuman olganda, 2026 yilgi Baych 55 bu o'zining narxiga nisbatan yuqori sifat va texnologiyani taklif etuvchi zamonaviy crossover. U nafaqat shahar ichida, balki uzoq masofalarga sayohatlarda ham qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Agar siz yangi, zamonaviy va arzon crossover izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Baych 55 siz uchun ajoyib tanlov bo'lishi mumkin.